Videoni oxirigacha ko'ring, sizni biznes boshlashga majbur qilamiz. 2025-yilda O'zbekistonga 11 millionga yaqin turist tashrif buyurdi. Bu o'tgan yilgisi bilan solishtirganda 50% o'sish. Va bu hali boshlanishi. Prezident 2024-yilda belgilab bergan maqsad aniq. 5 yil ichida O'zbekistonga 15 million turist jalb qilish. Endi o'ylab ko'ring, yiliga 50% oshadigan bo'lsa, 5 yil ichida O'zbekistonga nechta turist tashrif buyuradi? Savol bitta. Bu turistlarni kim tashlaydi? Aytgancha, plus ya'ni nasiya savdoga qilib bersak, o'z narxida penya va foizlarsiz. Nima deyapti? Mashinamiz 9 va 11 o'rinda qiling. Guruhlar bilan ishlash uchun qulay. 2 litrli atmosferali motor. Uzoq yo'lda yo'lovchilar uchun komfort qulaylik. Sizga eng yoqadigan joyi mashinamizning boshlanish 35% ni to'lab, qolgan summani 36 oy davomida foizlarsiz va penyalarsiz yopasiz. Menimcha bundan qulay shartlar boshqa bo'lmaydi. Turist oqimi oshyapti. Bu degani transportga ham talab oshyapti. Bu talabni qondiradigan esa faqatgina BAV emiti. Mashinamiz haqida to'liq ma'lumot olish uchun pastda ko'rsatilgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling.